birovni haqqini yeb qochib yurganlar uzondan. 3-4 kunda qochib yurasiz xolos, 3-4 kun xolos. 3-4 kun. O'sha qayerda bo'lsangiz ham Rossiyaga qochib ketganmisiz, qayerda bo'lsangiz ham Alloh taoloda Azroil alayhisalom degan farishtasi bor, yetib boradi siz oldingizga. Joningizni shular sug'urib oladiki, 150 yil chirigan xudodan so'rgandan battar oladi. Lekin birov yana aytyapmiz, birovda haqqini yemagan, to'g'ri mehnat qilib yurgan, savdogarchilikni qanaqa holatda halol mehnat qilib yurganlar o'limdan qo'rqmanglar. O'lim bu baxt o'zi asli. Bo'ladi. Nimaga siz o'lim ham musulmon, buni bajaradigan farishtalar musulmon. Biz ham alhamdulillah musulmonmiz. Musulmon musulmonga zulm qilmaydi. Birovda haqqini yemaydi. Demang birovda haqqini birovda. Mani taniyotgan bo'lsangiz, bitta katta limonlarda bittangiz bor, taxta ko'prikda bittangiz bor, ana bitta saddada aka-ukalar bor, kombinatda bolalar. Hamma jo'yapti, tintadan ko'rdi. Taxta ko'prikda bittasi bor. $900 haqqim bor. Turgan bo'lsalar beringlar. Yo'q, gap beringlar bas. Shular bir ilojini qilinglarki, o'lmanglar og'a. O'lmanglar. O'lsalaringiz, o'lim va o'limdan keyingi hayotida juda qattiq, qo'rqinchli narsalar kutyapti sizni. Ilojini qilib o'lmanglar, ilojini qilib. Birov o'zganing molini yema, o'zganing molini yema, siroq uzra tutadi. Bilib qo'ying. 3-4 kun xolos. Mutahamligingiz, kesayligingiz, o'zingizcha aqlliligingiz 3-4 kun xolos. Janoza siz ham meni ham janozam o'qiladi. Men o'sha azobga qolmayman. Men nimaga siz birovni haqqini yeyapti? O'sha xatoni qilmayman, siz o'sha xatoni qilyapsiz. Ayting farzandingizga nasihat, balki o'g'lim menga o'tar, 15 yillarda bitta akani haqqini yeb deganman. Shuni bola rozi qilib beradi, nasihat qiling. Metta tilla ko'mganman, metta kumush ko'mganman demasdan. Shuni nasihat qiling o'g'llaringizga.